Yangi O'zbekiston Tabraska tomonidan kelaverishimiz bo'ladi va bu yog'imizda yangi bozorga chiqib ketsak bo'ladi. Sizlarga ichkariga 200 metr kirganda katta uchastkamizni ko'rsatamiz. 4-5 sotuvlik katta hovlisi bo'lsin, o'zining katta uchastkasi bo'lsin degan akalarimizga maxsus uchastkamizga chiqyapti akalar. Manzil yetadigan bo'lsam, shunda yangi Toshkent Globot mahallamizda turibmiz. Yangi Toshkentga kiradigan joylardan investitsiya uchun olsangiz ham yutqizmaysiz aka buni. Mahallamizni ko'rayotgan bo'lsangiz, baland-baland uylar qurilgan. Xo'p, manzil yetadigan bo'lsam, bu yog'imizda yangi bozorga chiqib ketsak bo'ladi. Bu yog'imizda Tabraska joylashgan katta yo'ldan 100 metr ichkarida turibmiz. Xo'p, ichkarilarni bitta ko'rsatib beradigan bo'lsam, akalar, sizlarga bitta darvoza xonamiz bo'ladi. Ikkinchi etaji bitmagan, birinchi etajimizni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Katta zaborlar bilan o'ralgan, o'zining fundamentiga ega. Bu yog'imizda akalar, sanuzel, dushovoy hojatxonalari qilingan. Suv, svet, gaz hamma sharoitlar qilib ketilgan. Birinchi xonamizni ko'radigan bo'lsak, akalar oshxona qilingan. Bu yerda oilaviy o'tirsanglar bo'ladi, remontlar yaxshi qilinadi. Bu yog'imizda akalar spalnik kattagina ko'rayotgan hamma narsalar qoladi va bu yog'imizda bitta detskiy qilingan akalar. Yashash uchun yoki investitsiya uchun olib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ikkinchi etajini bitiradigan bo'lsa, juda ham bir fayzli uyimiz bo'ladi, akalar. Xo'p, nimaga investitsiya uchun oling deyapman? Yuqori Chirchiq tumani Globot mahallamizda turibmiz. Yangi O'zbekiston bog'idan 4 kilometr, yangi bozorga 2 kilometr, katta yo'ldan 100 metr ichkarida turibmiz. Bu mahallamiz yangi Toshkent hududiga kiradigan joylardan bo'lib turibdi akalar. Xo'p, narxi $90,000 so'ralyapti. Xudo xolasa yana ozgina gaplashadigan joylari bor. Raqamlarimizni opsiyaniyada qoldirib o'tamiz. Yaxshiligi nasib qilsin, salomat bo'linglar.